Davom etamiz. Poytaxtimizda ilk bor yoshlik bahori iqtidorli yosh ijodkorlar forumi tashkil etildi. Mazkur anjuman bu yil ilk bor o'tkazilmoqda. 4 kun davomida bu yerda yuzlab yosh ijodkorlar bir sahnada jam bo'lishdi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Poytaxtimizda ilk bor o'tkazilayotgan yoshlik bahori forumi 600 nafardan ortiq iqtidorli yoshlarni jamladi. 4 kun davomida bu yerda san'atning turli yo'nalishlari bir sahnada uchrashdi. Forum dasturi rang-barang qo'shiq tanlovlaridan tortib, askiya, opera, balet va teatrgacha. Eng muhimi, yoshlar bu yerda nafaqat chiqish qiladi, balki o'rganadi, o'zaro tajriba almashadi. O'zimga juda katta anglash oldim va shu bilan birgalikda o'zimga juda katta informatsiya, motivatsiya oldim deb bemalol ayta olaman. Chunki tashrif buyurgan tadbirga har bitta speaker, har bitta mehmonlarni bizga yetkazgan informatsiyalari shu darajadaki, ya'ni turli xil mavzularga tegishli bo'lgan bizga ma'lumotlar berishdi. Viloyatlardan tashrif buyurgan ishtirokchilarga, faxriy mehmonlarga qandaydir nima olib ketishga, o'ziga yana keyinchalik yutuqlarga sababchi bo'ladigan motivator so'zlarni o'zimizga olib harakatlarni yanada davom qilishga, kelgusida keyingi faoliyatimizga foydasi tegadigan suhbatlar olib borilmoqda. Shuningdek, forum doirasida ustoz san'atkorlar ishtirokidagi mahorat darslari, motivatsion uchrashuvlar va ochiq muloqotlar yoshlar uchun chinakam ilhom manbai sifatida xizmat qildi deyish mumkin. Menga ham telefon qilishdi, shunaqa yoshlar forum bo'ladi, o'zim uchib keldim deyotganim sababi yoshlarimiz qanday buni qabul qildik. Hozir kelib mana sahnada ikki og'iz men bularga o'ziga yuragidagi gaplarni gapirganimda ko'ziga qarab yongim kelyapti. Yonyapti ko'zlari. Men bularga aytayapman. Sizlar orqaga qaytmanglar. Sizlarning orqangizda prezident turibdi-ya. Sizlarni sevib, sizlarga katta yo'l ochib beradi. Bunaqa baxt, bunaqa imkoniyat hech yerda bo'lmagan. Bu davrda bo'lyapti. Bu yangi O'zbekistonda bo'lyapti. Shuning uchun orqaga qaytmanglar, bosinglar. Ta'kidlash joizki, yoshlik bahori bu shunchaki forum emas, bu kelajak sahnasiga chiqayotgan yangi avlod ijodkorlari uchun mustahkam poydevordir. Nigora Elmurodova, Bosot Bosarov, Zamonaviy informatsion dasturi uchun.